Barchaga assalomu alaykum. Men sizlar bilan Davronbek. Bugungi videomizda o'sha men aytganim, ya'ni bitta telefonning o'zi 6 ta, 9 ta, balkim undan ham ko'p 60-70 tagacha ham qilsa bo'ladi, faqat telefoningiz ko'tara olsa. Aynan o'sha programma mana shu bo'ladi. Play Marketdan izlasangiz chiqadi do'stlar. Imkon boricha qisqacha qilib tushuntirib berib o'tib ketaman. Xuddi mana shunday bo'ladi. Birinchi Google orqali o'tasizlar do'stlar. Keyin mana shu nastroyka joyidan siz xohlasangiz mana bunday 1x qilasiz. Mana bunday bo'ladi. Xohlasangiz 2x qilasiz. Mana bunday bo'ladi. Xohlasangiz mana shunday bo'ladi. Xohlaganingizcha nima qilsangiz bo'ladi. Keyin bu bepul narsa emas do'stlar, hammaga aytib o'tib ketay. Boshidan men o'z videoni iloji boricha qisqa qilaman. Chunki hozir bir juda ham shoshilib turuvdim. Faqat bugun chiqaraman deb va'da berib qo'yganim uchun men shu videoni yozyapman aslida. Bugun umuman vaqtim yo'q. Qisqacha qilib tushuntirib beraman. Qarangizlar, 1 kunga nechadir dollar ekan. 90 kunga nechadir dollar nima bo'lib turibdi. Faqatgina 7 kun ochganingizda menda shunday bo'lgan. Endi sizda bilmadim. 7 kun ichida hozir agar o'zgarmagan bo'lsa o'sha programma, ya'ni sinov muddatida 7 kun sizda bepul bo'ladi. 7 kun ichida siz ko'paytirib foydalanib olsangiz bo'ladi. Mana bu joylaridan mana. Yeming deb yozib qo'yibdi, o'zi ma'lum. Menda lekin hozir kirmaydi, chunki men o'sha 7 kun o'tib ketdi. Men ancha bo'ldi bu programmani topib ochganimga. Faqatgina 7 kungina sizda tekin ishlab beradi. 7 kundan keyin xohlasangiz mana bu pulli tarifga o'tasiz, xohlasangiz o'tmaysiz. Uni endi men bir narsa deyolmayman. 30 kunga 6 dollar ekan do'stlar. Endi u hammaning o'zini xohishi bo'ladi. Men bu yerda nima qilib ishlasangiz bo'ladi. Ichida mana Play Marketlar bo'ladi. Hozir kirsa ko'rsataman. Hamma narsasi bo'ladi. Xuddi telefonda yana bitta qo'shimcha telefonda mana. Ko'ryapsizlar? Yana bitta qo'shimcha telefonda bunga nima qilasiz? Play Market ochasiz, dilsi o'rnatasiz. Menda hozir ochilmaydi, sababi 7 kun muddat o'tib ketgan do'stlar. Dilsi o'rnatasiz va mana shu yerga dilsi o'rnatganingizdan keyin mana o'sha orqaga chiqsangiz qarangizlar do'stlar. Bular hozir to'xtang. Hozir mana ko'ryapsizlar. Bundan bunday taxlab qo'ysangiz bo'ladi do'stlar. Taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Endi telefoningiz ko'tarsa u ketaveradi 30 ta 40 tagacha. Lekin telefoningizni nimasi kamida 8 bo'lishi kerak. Operativkasi, RAM xotirasi, keyin o'zini ichki xotirasiga keladigan bo'lsak, pamyati kamida 128 bo'lishi kerak. Bo'lmasa juda ham qiynaladi telefoningiz. O'zi shunday bo'lgan taqdirda ham qizib ketaveradi telefoningiz. Bu narsa tekin emas. Faqatgina 7 kun tekin. Shuni unutmangizlar. Keyin avtokliker haqida ko'pchilik so'rayapti. Ya'ni avtoklikerni o'zi ishlatsa bo'ladimi? Do'stlar, telefonda avtoklikerni yaxshisi yo'q. Menimcha, men shaxsan hali telefonni ishlatib ko'rganim yo'q, lekin kompyuterda ya'ni robotsimon avtoklikerlar bor. O'zi o'ynab, o'zi davom ettiradigan. Faqatgina kompyuterda u. Leo kompyuteringiz ham juda ham qimmat bo'lishi kerak. YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar. Video qisqa bo'ldi. Qolgan narsalarni men tushuntirib berishga vaqt yo'q. Uzr so'rayman. Telegram kanalimiz bor. YouTube'da biosiga kirasiz va Telegram kanaliga kirganingizdan keyin mendan nima xohlasangiz, nima bo'ldi, hammasini so'rasangiz, kommentariyasiga yozasizlar yoki lichkamga yozasizlar, ozmos tushunmagan joylaringiz bo'lsa. Xullas kalom, qolganini Telegramda gaplashamiz do'stlar. Men faqatgina shuncha narsani tushuntirib bera olaman. Eliki bunga dilsi o'rnatib, agar noldan nima boshqatdan ochsam ham YouTube bizni nima qo'llab-quvvatlamaydi, chunki kim biladi, kim bilmaydi. YouTube'da bizni nimamizni hozir ko'rsataman uni ham. Bloklab tashladi. O'tgan videomizda oddiy rasm qo'yganimizga bloklab tashladi. Mana do'stlar, o'tgan videomiz qani blok oldi. O'zi videolarimiz prosmotr nimagadir tushib ketdi. Oldinlari u qancha prosmotr edi, hozir qancha prosmotr. Yaqin 3-4 ta videoni prosmotr bo'lmayapti. Qaranglar, oldin o'zi mana 8000, 14000, 28000 yaxshi prosmotr olardi. Hozir prosmotrlar tushgan. Buni yaxshi prosmotr olardi menimcha mana shu video, lekin bloklab tashladi. Sababi aynan mana bu joyda bilsalaringiz
men aynan ana shu rasmni qo'ygandim, keyin ichida tushuntirgandim va mana shuning uchun meni bloklab tashladi. Mana bu joyda mana shu kanalga kirasizlar, chatida yozishaveramiz. Mana shuni chatiga yozingizlar, men lichkamni ham to'ldirib tashlash kerak emas. Umuman vaqtim bo'lmayapti bu narsalarga. Hozir ham bir judayam zarur ishim bor edi, lekin bugun chiqaraman deb va'da berganim uchun mana shu videoni hozir nima qilyapman, 1 soatlarda где-то joylayman. YouTube'ga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videomiz nima haqida chiqishini ayting. Aynan keyingi videomiz nima haqida chiqishini kommentariyaga yozib ketsangiz, aynan ana shu haqida harakat qilib ko'ramiz. Hammaga omad.